alvasti oyun bilan ko'rishganda ham shunaqa kiyimda kelasanmi? Garderobimdagi eng chiroyli kiyimni kiyib keldim. Это stil, siz tushunmaysiz. Adasi mashina olib berganda o'zim bilardim nima qilishni. Onajon! Bacham, keldingmi? Kelinim quvona olib keldingmi? Здравствуйте, мамочка. To'g'risini ayt. Qaysi sirkdan olib kelding bu maymunni? Ayjonni qanaqa ko'ngillarnasan bo'ladi? Ovqat pishirib ber, shirinliklar pishir. Yes qilamiz. Somsa pishirdimi, faqat oshxona yonib ketdi-da. Voy oshxonam! Oy, Grizam! Griza dedingizmi, oyijon? Men sizni zo'r joyga olib boraman. Shahlo shifo markazi. Bu joy oyim tochkalaridan bittasi. Zo'r-ku. Stop. Bu yo ayollar va bolalar uchun jonginam. Endi nima hunar ko'rsatasiz, kelin? Bu yoqda sizni grijangizni davolab tashashadi. Undan tashqari poliartrit, artrit, ko'ksiartroz kasalliklarini ham hech qanaqa dori va operatsiyalarsiz davolashadi. Oyjon, bu yoqda korreksiya figura qildirsangiz ham bo'ladi. Atajonning ko'nglini boshqatdan olasiz-da. Ha, endi menga yoqib boshlayapsiz, kelin. Marhamat. Qo'lga tushdi. Mayli bolam. Qiz menga yoqdi. Baxtli bo'linglar. Bizda yana bitta surpriz bor. Yana nimani boshladinglar? Bizani 4 yoshli bolamiz bor. Get ugly.